ismim Suhrob. Bu voqea taxminan 10 yil avval bo'lgandi. Biz bu voqeadan avval ota-onamizning uyida biroz ichib, taksi chaqirib, taksi kutib turgandik. Taksi bilan shahar markazidagi Yangi yil degan mehmonxonaga borib, bayramni nishonlashimiz kerak edi. Bu joy shahar markazidagi katta bir mehmonxona edi. Bu yerda juda ham ko'p talabalar kelib bayramni nishonlashar edi. Hamma mehmondo'st ko'rinar edi. Ba'zilar biznes g'oyalarini kelishish uchun ham bu yerga kelishardi. Qisqa qilib aytganda bu yer ajoyib edi. Do'stlarim bilan bir ikkita gazaklar va bir ikkita suvlar olib olgandik. Bu yer juda ham ajoyib ko'rinardi, odamlar bilan to'la. Va 3 ta inson meni diqqatimni tortdi. Ular xunuk kiyinib olgani uchun emas, bu yerda hamma bir-biri bilan suhbatlashib o'tirardi, ammo u uchalasi bir nimani reja qilayotgandek ko'rinardi. Hamma biror narsalar ichib, biror narsalar yeb yurganida, ularning uchalasi ham bitta joyda shunchaki o'tirishardi va xuddi biror narsalarni yo'qotib qo'ygandek atrofni izlashardi. Men ular birorta do'stini yo'qotib qo'ygan bo'lsa kerak deb o'yladim va ular shunaqa darajada yomon ko'rinishar ediki, xuddi ko'chada 2-3 kunlab qolib ketganga o'xshashardi. Men uydan bir ikkita gazaklar olib kelgandim va muzlatgichning yoniga suv olish uchun bordim. Va endi suv olmoqchi bo'lib turganimda mening yonimga bir bola keldi va orqadagi "Mana bu erkakni taniysanmi?" dedi. Men hayron bo'lib unga qaradim va u ko'rsatdi. Bu joyda odamlar yashab ham qolishardi va u mendan so'raganda men javob berdim. Ya'ni u menimcha shu yerda yashaydi. Buni bilasanmi? U esa "Yo'q, men sen bilasan deb o'ylagan edim" dedi. Va men shunda suvni oldim va ichishni boshladim. U hayajonlanayotgandek ko'rinardi. Suhbatimiz davomida biroz jimlik cho'kdi va u bola mendan so'radi: "Ularni ketishini ayta olasizmi?" Men biroz o'ylanib turdim. Nimaga aynan menga aytyapti deb. Shunda unga javob berdim. "Axir bu mening uyim emas, men buni ayta olmayman" dedim. Yana bu bayramni men uyushtirmaganimni va kim bu yerda qolishi yoki kim ketishini men hal qila olmasligimni aytdim. Shundan so'ng olomon ishiga borib, men do'stlarimni qidira boshladim, lekin topa olmadim. Menimcha ular ham qayerdadir ichimlik ichib o'tirishgandir deb o'yladim. Boyagi bola yonimga keldi va ularni haydab yuborganim uchun rahmat aytdi. Lekin men hech narsa qilmaganimni, ular o'zidan o'zi chiqib ketishganini aytdi. Keyin ko'proq ichib yuborganim uchun 3-qavatdagi hojatxonaga ko'tarildim. Hojatxonani oynasidan ko'cha bemalol ko'rinib turardi. Shunda biroz o'tirganimdan so'ng oynaga qaradim va bir mashina ko'rdim. U yerda 2 ta odam mashinani orqasidan maskalar va adashmasam qurollarni olishayotgandi. Men juda ham hayron qoldim. Ular bita va pichoqlarni qo'llariga olishgandi. Ularda hamma turdagi sovuq qurollar bor edi. Tayoqdan yasalgan va o'tkir tig'li. Shunda men o'yladim, menimcha ko'proq ichib yuborganim uchun bu narsalar ko'zimga ko'rinyapti deb. Ammo keyin pas boyagi bilan bir xil edi. Ya'ni odamlar bilan to'la. Ular odamlarning ichiga yurib kelishganida menga nimadir juda ham g'alatidek tuyuldi. Va yaxshiroq e'tibor bersam, ular rostdan ham odamlar ichiga kirib kelishayotgandi. Shunda o'z ishimni bajarib bo'ldim va do'stlarimning oldiga yugurdim. Do'stlarim birga hamma ko'rganlarimni aytayotganimda pastdan juda ham baland baqirilgan ovozlar kelayotgan edi. Ularga hamma narsani aytganimda ular shunchaki menga ishonmayotgandek qarashdi. Va men o'yladimki, bunga sabab men charchagan va juda ko'p ichib olgandek ko'rinardim. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan ularga tushuntirishga harakat qildim, ammo ular tushunishni xohlashmadi.
Menimcha ular o'z ko'zi bilan ko'rishmaguncha menga ishonishmas edi. Shunda men bu yerdan ketishimiz kerakligini aytishga ulgurmasimdan eshikning yarmigacha balandlikda bir erkak kirib keldi. U qora maska kiyib olgan va xuddi bizga tahdid qilmoqchidek bo'lib ko'rinardi. Qo'lida bitasi bilan kirib keldi va do'stlarim shundagina menga ishonishdi. U eshikning yoniga eng yaqin turgan do'stimni juda ham qattiq urdi va bitasini tozalashni boshladi. U bizga baqira boshladi va telefonlarimizni, pullarimizni xonani o'rtasiga uloqtirishimizni aytdi. Men buni shunchaki hazilga olib turganimda sezib qoldimki, uning bitasi yolg'ondan tegib ketgan idish sinib ketgandi. Bu uning bitasi qanchalik qattiq ekanligini bildirardi. Uni aytganini bajarsak ketadi deb o'yladik va hammamiz cho'ntagimizdan telefonlarimizni olib yerga tashladik. Va u shunday dedi: "Cho'ntagingizdagi hamma narsalarni menga beringlar" deb aytdi. Qo'shimchasiga cho'ntagimizni bo'shatishimizni ham aytdi. Pastda esa juda ham baland shovqin bo'layotgan edi. Ular mehmonlarni olib, yuzlariga urib, sochlaridan tortib bir joyga olib kelishayotgan edi. Biz nima qilishni bilmay qoldik, chunki hammaning mehmonlarini, bizni telefonlarimizni olib qo'yishgandi. Bu shuni anglatardiki, biz hech qachon politsiyaga telefon qila olishmasdik. Shundoqqina ortimizda esa odamlardan o'g'irlangan telefonlar va bo'sh hamyonlar yotardi. Biz nima qilishni bilmay, shunchaki ularga qarab turardik. U do'stimni yelkasiga tushirdi. Do'stim yerga yiqilib, baland ovozda baqirardi. Uning yelkasidan suyagi chiqib ketgandi. U yerga yiqildi va menimcha sudurga bo'lib yubordi. Shunda u aytdiki, ya'ni o'g'ri, men sizlarga aytgandim, hamma tezda hamyonini bersin dedi. Bir do'stim xonani o'rtasiga na telefon, na hamyon uzatgandi va u buni payqab qoldi. Ya'ni o'g'ri hozir uni urardi. U beysbol bitasini ko'tardi va shunaqangi qattiq urdiki, unda qattiq bir metal singandek ovoz chiqib ketdi. Do'stim shunchaki yerda yotardi. Shunda boyagi begona unga aytdi: "Unda hech narsa yo'q. U bu joyda yashaydi va uning hamma narsasi pastda, zinani pastida" deb aytdi. Menimcha u ko'nmadi va pastda yotgan do'stimni 3 yoki 4 marta urdi. U juda ham baland baqirdi, qachonki uning yana bitta suyagi singanda. Biz o'g'riga qo'limizdan kelgancha hamma narsani berdik va do'stimizni o'ldirmasligi uchun yalinib yolvorardik. Menimcha do'stimning hayotini saqlab qolgan yagona narsa uning sheriga kelib qolgani. Sherga kelib, politsiya kelib qolmasidan ketishlari kerakligini aytdi. Ular qanday tezlikda bu yerga kelishgan bo'lsa, shunday tezlikda ketib qolishdi. Ularga qarshilik qilmoqchi bo'lgan hammani urishgandi. Hamma shunchaki shokda edi. Qizlar yig'lashardi va hamma yoqda o'lik tanalar yotgandi. Menga hech nima bo'lmaganidan xursand bo'ldim birozgina va pastga tushdim. Atrofni sekin kuzata boshladim. Kimlar tirik, kimlar yo'qligini. Bir narsa yodimga tushib qoldi. Tepadaligimda shuni eshitdimki, mana bu erkak politsiyaga telefon qilgan va necha kishi jarohat olganini aytgan. O'g'rilar esa kimligini tushuntira boshlagan. Shuning uchun buni o'z onasi ham tanimaydigan holga solib qo'yishgan. Bir soatlardan so'ng atrofni politsiya bosib ketdi. 4 ta yoki 5 ta kasalxona mashinalari kelib odamlarni olib ketishdi. Ammo tepada bir do'stim singan suyaklari bilan zo'rg'a ingrab yotardi. Shunda biz do'stimga qanday yordam berishni bilmadik. Aldamayman, muzlatgichdan ichimliklarni olib ichib turgandik. Nimagaki bu voqeani unutishimiz uchun. Chunki bu insonni juda ham shokka solib qo'yardi. Shunda do'stimga borib yordam berishga harakat qildim. Ammo afsuski do'stim o'z qo'llarimda jon berdi. Bu voqeadan so'ng oylar o'tdi
Yillar o'tdi, ammo men har doim do'stlarimni baqirgan ovozlarini eshitib turardim. Nafaqatki eshitardim, uni ko'z oldimda tasvirlanishini shunchaki vahima bilan tomosha qilib turardim. Men tinch joyga kirsam, bu qayta davom etaverardi. Men bir narsani umid qilib uxlardim. Qaytib unaqa voqeaga duchor bo'lmaslikni umid qilib uyquga ketardim.